Sotuvda DAF Euro 6 naqd 530 taga Krone Persep bilan komplekt holatda. Narxini ham kuttirib o'tirmasdan videoni boshidayoq aytib o'tib ketaman. Egalari 76.500 AQSh dollar deb aytishyapti. O'zlariga telefon qilib yana kelishsangiz bo'laveradi. Endi furani ma'lumotlari bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketishga harakat qilaman. Tigach 2017-yil 10-oyda ishlab chiqarilgan. Aytib o'tganimdek 530 taga bu. Bosib o'tgan masofasi 770 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada. Salon ichki holatlarini videoda o'zingiz ko'rib baho berib qo'ysangiz bo'laveradi. Idealniy holatda turibdi. Monitorlari bilan jihozlangan. Xo'p, baklari bir tomonda 845 litrli bak, bir tomonda 450 litrli bak bilan jihozlangan. AdBlue sistemalari to'liq ishlaydigan holatda. Tigachchi balonlari 75-80% tashkil etadi. Persepi 2017-yil 9-oyda ishlab chiqarilgan standart 96 kubalik Krone Persep bo'ladi. Paletlari mavjud. Moslari BPV mosda, lentakasi ham bor, balonlari 100% yangi holatda turibdi. Persepni ichlari usilinni qilingan, egalari kameralargacha qo'ydirib qo'ygan ekanlar. Persepda ham, tigachda ham kamchiliklar yo'q, hadovoylari qildirib qo'yilgan. Tigachchi kiladishlarini yangi qo'yilgan ekan, raspredvali ham yangi ekan. Xullas, kamchilik yo'q. Agar mana shu furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalarning o'zlariga telefon qiling, yana o'zlaridan to'liq ma'lumotni olasiz. Manzil Namangan viloyati Chust shahrida bu fura turibdi. Bemalol kelib ko'rsangiz bo'laveradi. Bu videoga like bosib, mana shunaqa DAF Euro 6ni idealini qidirib yurgan eng yaqin tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Boshqa sotuvdagi furalarni albatta biz Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha barcha sotuvdagi furalar bizni Telegramdagi kanalda bo'ladi. Yo'q bo'ladigan bo'lsangiz, Instagramda link qoldirilgan, bosib turib Telegramdagi kanalimizga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Kuniga 5 tadan 10 tagacha furalar arzon narxda sotilib ketyapti. Hammaga rahmat.